Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganlar deb bu bizning kichkinagina fermamizda. Xudo xolisi bundan ham katta fermalarimizni hurmat qilmas qurollarni boqamiz. Xudo xolisi u videolarni ham sizlarga ko'rsatib boraman. Dokamizni katta bitta dona chiroyli zo'r ferma ochdilar-yu. Bitta dona kichkina joylardan qo'yib yuboraman. Mana shu ham o'zingizlar ko'rib olasizlar. Bu ferma juda ham zo'r chiqdi, lekin hammamizga nasib qilsa. Biznes to'g'risida gaplashamiz. Aka, bu zot uchun mushuni sovg'a qilishganini bilardim, kuchunikini bilardim. Mana bu quyonni qaranglar, asalligini. Oka, ishlamadimi bu? yo'q. Bu liboy qo'toni silab o'tiradi-yu. Bemalol o'zi o'shanga Boks deyladimi? Nechta bundan? bu quyonni qafaslar ko'p. Bu aynan mini-lob split temasida. Mana shu ferma, o'zingiz mana bu logotipda ham kalla mana shu quyonni figurasiga o'xshagan angliskiy mini-lobni anaqasi olingan. Mana shu fermaga borib juda ham zo'r video oldim bor. Uni dizayniga ahamiyat beringlar, like va podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Bermalar ochish nasib qilsin. U yog'iga gapirib o'tirmayman. O'zingizlar tomosha qilib qo'ya qolinglar do'stlar. O'zgardim senga yetmadi, o'zimda o'zim qolmadim, sen bergan baxtga to'lmadim, sen aytgan sevgini ko'rmadim, bilmadim balki bu turmas o'yin, moshmandan ketgandirsan to'yib, arzonchi va'dani o'rtaga qo'yib, Videoni oxirigacha kuzatib oxiriga zo'r qo'llarni ko'rsatib qo'yaman. Like va podpiskani unutmanglar. Shirinligini qara. Nega boshim og'ritar bu bola, voy, yurishidan erkatoy,